Siz ham ozaman deb hali ham ozolmayapsizmi? Ozish maqsadida ko'p ayollar oshqozonini operatsiya qildirishyapti. Har xil dieta usulidan foydalanishyapti. Hozir eng tarqalgan, yaxshi natija berayotgan usullardan biri munjara ukolini olishyapti. Ozish jarayonida terilar xunuk bo'lib osilib, qurib, tabiiyligini yo'qotyapti. Agar siz ham ozish jarayonida korreksiya figura muolajamizni olsanglar, yog'lar tezroq erishiga yordam beriladi. Limfa yaxshi ishga tushganini hisobiga otyoklaringiz ketadi. Teri chiroyli yig'ilib, ozishga yordam beradi. Masajda ishlatiladigan ish qurollarimiz dezinfeksiya qilingan bo'ladi va bir martalik pastiya, sochiq, tapochka, bosh kiyimlari sizlarga taqdim etiladi. 10 kun masajimizda asalli, quruq, lichepli, limfa drenajli, korreksiya figura muolajalari qilinadi. Korreksiya figura muolajasi ichiga apparatni, modern terapiya, professional o'qlovlari, hidsiz va allergiya chaqirmaydigan yog', bonkalar, skrabovniya va oxirida antisellyulitli krem surilib, strich bilan obyortviniya qilinadi. Obyortviniya qildirganimizdan keyin begovoyda 10 daqiqa yurg'izamiz. Obyomdan, vesdan yaxshi ketib, natija bomba bo'ladi. Siz ham shunaqa chiroyli korreksiya figura masajini olmoqchi bo'lsanglar, har doimgidek Surayyo O'tsi sentriga murojaat qilinglar.